Diqqat aholiga tezkor xabar. 1-dekabrdan boshlab O'zbekistonda qonunchiligimizda va fuqarolarning hayotida nimalar o'zgaradi? Kimlarga qancha oylik beriladi? Moddiy yordamlar, bola puli va pensiyalar qanchaga oshdi? Barcha savollaringizga ushbu videorolikda javob topasiz. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, bugungi xabar kanaliga xush kelibsiz. Agarda kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'ling. Shu kabi tezkor va shov-shuvli xabarlarni birinchilardan bo'lib kuzatib borish uchun esa videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonning qo'llari Ka'batullohning devorlarini ushlasin. Diqqat qiling, O'zbekistonda 2025-yil 1-dekabr sanasidan boshlab qonunchilikdagi va mamlakatimizdagi barcha o'zgarishlar haqida ma'lumot oling. 1. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi tomonidan 5000 ta tadbirkorlik loyihalari amalga oshiriladi. 2. Ay-Sakson markali benzinni sotilishining oldini olish bo'yicha qat'iy nazorat o'rnatiladi. 3. Iste'molchi murojaati elektron tizimi joriy etiladi. 4. Xalqaro va milliy to'lov tizimlari orqali turistik xizmatlari uchun to'lovlarni amalga oshirish imkoniyatini beruvchi platforma to'liq ishga tushiriladi. 5. O'zbekistondagi butun mamlakat mahallalari yagona reyestrga kiritiladi. 1-dekabrgacha to'liq ishga tushadigan yagona reyestrda har bir mahalla haqida ishonch va yangilangan ma'lumotlar saqlanadi. Bu mahalla faoliyatini samarali boshqarishga yordam beradi, deyiladi xabarda.